Man qachondir bu gaplarni aytaman deb o'ylamagandim. Yoshligimdan ayol kishi va erkak kishi oilada teng harakat qilishi, bir xil ishlashi kerak deb hisoblardim. Lekin so'nggi yillarda fikrim 180 gradusga o'zgarishni boshladi. Alloh taolo o'z yaratgan xilqatlarini yaxshi bilgani uchun ham ayol kishiga ko'chaga chiqib non topishni farz qilmaganini anglay boshladim. Yo'q, bu bilimsizlikdan yoki dangasalik emas. To'rtta tilda ravon gaplasha oladigan, ikkita diplomga ega inson sifatida shuni ayta olamanki, uyimda topgan sakinatimni hech qayerdan topa olmayman deb o'ylayman. Hatto o'qishni bitirganimdan so'ng bizda ishlang, YT viza qilib beramiz degan takliflar ham oldim, lekin ularni barini rad qildim. Chunki ko'chada ishlashim, namozlarimni qazo qilishim, farzandim tarbiyasiga yetarlicha vaqt ajrata olmasligimni va oilada eng ko'p charchaydigan asabiy inson men bo'lib qolishimni anglatadi. Shuncha o'qidingiz axir, ishlamaysizmi dersiz. Ishlayman. Vaqt soati kelib, muslimalarga xos maskan topganimda, farzandlarimdan ko'nglim to'q bo'lganda muqim biror yerda ishlarman. Ungacha yorimni dastiga bersin deb duo qilib, uyda o'z ustimda ishlab yashamoqchiman.